Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 1-son texnikumiga xush kelibsiz. Tikuvchilik bu oddiy matoni go'zal libosga aylantiradigan mo'jiza. Har bir chok ijod va nafislik ifodasidir. Mashina o'rganayotgan yigit ustasidan sabr bilan kasb sirlarini o'rganadi. Har bir mashina uning tajribasini yanada oshiradi. Bu yerda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishni ham o'rganasiz. Texnikumda o'quvchilar nafaqat o'rganishadi, balki o'rganganlarini amaliyotda qo'llashadi. Yoshlarimiz oddiy temirni birlashtirib, uni foydali buyumga aylantirishmoqda. Oshpaz qizlarning qo'lida sehr bordek, uning pishirgan taomlari nafaqat qorinni, balki yurakni ham quvontiradi. Talonchilik bu go'zallik yaratadigan mohir qo'llar egasi. Uning mehr bilan qilgan ishi har bir yigit va qizni yanada chiroyli va ishonchli qiladi. Yoshlarimiz elektr tokini asrash va elektr tokini sun'iy hosil qilishni o'rganishmoqda. Quruvchilar kelajakning mustahkam poydevorini yaratadigan mehnatkash ustadir. Uning qo'llari bilan oddiy g'ishtlar ham mustahkam va go'zal inshootga aylanadi. Kompyuterni bilgan o'quvchi raqamli texnologiyalar olamiga qadam qo'ygan va kelajagi porloqdir. Malakali ustozlardan olgan bilimingiz kelajagingiz uchun mustahkam poydevordir.